Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskvadan Premyer reys bilan yo'lovchilarimiz kelib O'zbekistonga chiqib ketishyapti. Ketmoqchi bo'lganlar bemalol ekranda raqamlarga aloqa qilib chiqarasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Avtobusda obzor qilib beramiz azizlar. Biz reyslarimiz Peterdan Moskvadan O'zbekistonga Premyer reyslarga qo'yilgan. Transportimizni holati ideal darajada. Dokumentda kamchilik bor ko'ramiz. Qo'ldan kelgan chiqoqdan pul olib ketamiz. Sumkalar besplatniy bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlarni shu raqamlardan bemalol olishingiz mumkin. Hozir avtobusimizni yuzlarini ham olib beramiz. Azizlar, mana Lux komfortli avtobusimizni ko'rib turibsizlar. Har bitta sidinaning tepasida zaryadniylari bor. Sidinalar yotadi, mana ko'tarib bemalol yotqizib ketish mumkin. Konditsionerlar ishlaydi, qishda pechkalari ishlaydi, hamma jihozlari ishlaydi. Bemalol mana qiynalmasdan sidinalarni yotqizib, oralari ham keng, yetib olishingiz mumkin azizlar. Hozir yo'lovchilarimiz chiqib joylashib, bugun shu avtobusda O'zbekistonga chiqib ketishadi. Reyslarimiz har kuni bo'lyapti. Kanalga обязательно подписаться bo'lib qo'yinglar, bizni kuzatishda davom etinglar.